Qo'ylarga qaraydi, yem beradi mana. Agar o'zingiz bilan teng o'rtag'iz kelsa, to'g'rimi? Qo'yni qancha qilib berasiz mana shu qo'lingizdan? Ha? 3 million qilib berasiz. Agar siz bilan teng bola kelsa qo'yga, mana shu qo'yni 3 millionga beramiz, hozir bittasini beramiz akalar. Bir dona qo'y. Soni aka 30 ta. Soni 30 bosh, narxi. Narxi 4 milliondan aka kami bor. Sizga siz uchun aka 3 million 800 dan aka kami bor. 3 million 800 ming so'm kelishtirib beramiz. Mana qo'chqor qidirib yurgan, yosh qo'chqor qidirib yurgan tanishlarga shu yerdan tashib qo'yasizlar. O'ta sog'lom, o'ta sifatli o'zimizni qo'ylar emas bular. Tojikistondan kelgan Hisori. Chista Hisori aka. Tojikistondan kelganiga xudo xohlasa adashmasam 1 oy bo'ldi. Yemda turgan qo'ylar dedi. Ko'chaga aylantirasizlar? Aylantiramiz aka. 30 bosh qo'chqorlar. Qo'chqorga qiziqadigan tanishlarga shu yerdan tashib qo'yinglar. 30 bosh qo'chqorlar narx navosiga keladigan bo'lsak, hozir bir ko'rib oylab qo'chqorlarimiz aka mana. Ishlayapsan, sen ishlay olmaysan. Yana bitta ishla. Yo'q bo'ldi. Yana bitta ishla, xolos. Ishlab bitta. Kimni o'g'lisan? Aynan ketaylar. Hey! Akalar kommentariy yozish esdan chiqmasin. Like bosishdan esdan chiqmasin. Voy. Sirdaryo viloyati Xovos tumanimiz xudo xolasa akalar mana. Islomjonning qo'lasiga keldik akalar mana. Yosh qo'y qidirib yurgan tanishlarga shu videoni tashlab qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikrlarini yozib ketdilar. Narx navosi bo'yicha qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon deb. Xudo xolasa arzon yengilidan chiqarishga harakat qilamiz aka mana qo'ylarni ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum, Islomjon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Falon qandaysizlar? Mana bolacha 2-sinf ekan, bunisi 5-sinf ekan akalar. O'zlari qo'y boqib, buni tirikchilik qilib yuradigan bolalar ekan mana akalar. Qo'ylarni ko'rasizlar. Soni nechta qo'ylarimizdagi? 30 bosh. 30 bosh. Necha patta qo'y chiqaryapsiz xudo xolasa? 4-chi. 4 patta qo'y chiqaramiz. 4 patta qo'y chiqar. Hozir boqishga, so'yishga, qurbonlikka hamda zotga 4 patta qo'ylar chiqadi ekanlar. Kelasizlar, ko'rasizlar. Xudo xolasa kelgan odamda nimasi bo'ladi? Ishi hal bo'ladi, ha? Ishi hal bo'ladi aka. To'g'rimi? Ishi hal bo'ladi. Pulini yengil qilib, dastavkalar qilib, dastavkasi ichida aka. Dastavka ichida qilib beramiz aka mana. Qo'ylarni ko'ringlar aka mana. Siz nima qilasiz? Ha, do'stim? Qo'ylarga qaraydi, yem beradi mana. Agar o'zingiz bilan teng o'rtag'iz kelsa, to'g'rimi? Qo'yni qancha qilib berasiz mana shu qo'lingizdan? Ha? 3 million qilib berasiz. Agar siz bilan teng bola kelsa qo'yga, mana shu qo'yni 3 millionga beramiz, hozir bittasini beramiz akalar. Bir dona qo'y, mana shu bolani gapi uchun 3 million so'mga beramiz. To'g'rimi? 2-sinf bo'lish kerak a. Kelasizlar, kurashga tushasizlar, kim yutsa shu qo'y olib ketadi, to'g'rimi? Mana akalar. Hozir havolan bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, kuzatishda davom etinglar. Qo'ylarimizni ko'ringlar akalar. Haydab qo'ylar, hammasi ko'rsinlar obunachilar. Qo'yda xilidan bor mana. Chö. Qora. Qochib tur. Qayerda qo'ylarimi? Chista Tojikistondagi Hisori qo'y aka. Tojikistonning Hisori qo'zi qo'chqorchalari mana. Yeb ichlariga javob bir hafta garantiyalari bor, dastavkalari bor. Astronomiya qoldik, narx navosini hammasini bir joyga qancha qilib beradigan bo'ldik? 3,5 millionga beramiz. 3,5 million so'mdan. Obunachilarga xudo xolasa 3,5 million so'mdan mana baraka qilib qo'ydik. Kelasizlar, o'chamda kam bormi, yo'qmi? Kami aka yo'q. Kami yo'q. O'tib berdik. Dastavka ichida. Dastavka ichida aka. Qilib o'sha damazda olib beradi ekanlar. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa biz Sirdaryoda Xovosdamiz. Aloqaga chiqarasizlar, mana qo'chqorimiz. Bo'ylari adashmasam 65 kilo chiqsa kerak. Soni hozircha 30 bosh. Mana qo'yimiz ko'p tursa. Kommentariyada fikr yozib ketishdan chiqmasin. Chorvandan Baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni chiqmasin akalar. Qo'chqorga qiziqadigan tanishlaringa shu videoni tashlab qo'yinglar. Mana Islomjon keyin qo'ylarimizni ko'rsating mana. Hayda. Qo'ylarimiz ko'ryapsizlar akalar. Soni xudo xolasa necha bosh dediz? 30 bosh aka. 30 bosh qo'chqorlar. Qo'chqorga qiziqadigan tanishlarga shu videoni tashlab qo'yinglar. 30 bosh qo'chqorlar narx navosiga keladigan bo'lsak, hozir bir ko'rib oylab qo'chqorlarimiz akalar mana. Sariqsiz sarig'i, qizilsiz qizillaridan bor. Hammasi bor. Qochtiring, nima qilyapsiz? Hayda. Mana ko'rmaydi bular ham. Yugura qarang.
Ko'rishsa, xilidan bor. Hammasini bir joyga olaman desaling, ularni yengil qilib, chiroyli qilib beramiz akalar. O'ta sog'lom, o'ta sifatli. Yemda turgan qo'ylar, bu qo'ylarni dal choptirib boqsalaringiz, xudo xolasa mana chiroyli go'shtlar qilib beradi. Narx-navosini kommentariyada yozib ketinglar, arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb. Islomjon bilan narxlar qancha qo'yasiz bu yerda hammasi? 6,5 dan aka kam bor. 6,5 qo'ying, 6 million qo'ying. Yo'q aka bo'lmaydi. Akalar, 6,5 million so'm kam bor dedi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Yoqqanini tanlab olasizlar, xudo xolasa akalar. Narx-navosini yengil qilib beramiz dedi. Kesin ko'rsin dastavkalari ichida qilib beramiz dedi. Yana ikkinchi partiya qo'ylarimiz bor. 3 partiya qo'y, birinchi partiya, sonra ikkinchi partiyaga o'tamiz hozir. 4 partiya qo'ylar ekan, 4 partiyaga qo'ylar ekan mana. Chorga qisqani tashlangiz videoni tashlab qo'ylar, qo'chqorga qisqadigan tanishlaringa xudo xolasa mana qo'chqor olib borib va voqea bemalol mana. Bu bankda, bu bank deydi. Pul qo'shasiz, pul yeydi, ichadi, xudo xolasa. Ish joyda? Joyda aka. Yeb ichlar joyda bo'ladi. Aka mana yosh qo'y qidirib yurgan tanishlarga shu yerdan tashlab qo'ylar. Mana qo'yning juni olingan, tayyor qo'y. Eng qizig'i juni olingan mayli. Tojikiston qo'y ekan. Mazur Sirdaryo viloyati Xovos tumani Shapsiyda biz. Qo'y ushlash qiyin bo'ldi. Qo'ylar akalar. Juni olingan tayyor qo'y qidirib yurgan tanishlarga shu yerdan tashlab qo'ylar. Soni 16 bosh. Haydamga qilib ko'rsataylik. Qo'y shu buyoqdan haydam buyoqqa. Devol tagiga. Yo'q. Yeb ichlar joyda. Mana bu yerda. Taslamani qoldiramiz, Allohga chiqarsa, sog'lom qo'ylar, Tojikistonni soriq qo'zi qo'chqorlari. O'ta sog'lomda, sakrashni ko'rasizlar akalar. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida biz, xudo xolasa akalar, zotga qo'chqor qidirib yurgan tanishlarga shu videoni tashlab qo'yasizlar. Mana kallalarni ko'rasizlar. Kallasini oling. Unga orqasidan badan bilan kelib, dumalarni oling aka. Dumalarni orqalaridan. Zotga qo'chqor qidirib yurgan tanishlarga shu videoni tashlab qo'yinglar. Esdan chiqmasin akalar. Mana qo'chqor akalar. Juda qiyin bo'ldi lekin qo'chqor. Soni xudo xolasa 20 bosh. Allohga chiqasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketish esdan chiqmasin. Qo'chqor qidirib yurgan tanishlaringga shu videoni tashlab qo'yasizlar akalar. Qo'ylar xudo xolasa xilidan bor. 4 partiya qo'yimiz bor. Kanal kuzatishdan o'tirib, qo'lim bo'lib jun bo'lib ketdi. O'lishlash qiyin bo'ldi. Mana qo'ylar. Sarg'i ham bor ekan. Kelasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa olasizlar akalar. Qisqasi pulingiz bilan ketadi. Narxini keladigan bo'lsa 11 million so'm dedi. Kelishadigan joylari bor. Nima qilmoqchi? Zolim Sirdaryoda. Ay, qo'ya. Shular ham juda qiyin bor.